Bugungi olgan videolarim, genderpatilarim qo'yaman oyijonlar. Call centerga telefon masalasida mana qizlar shanba kuni уже ketishdi. Ertangi ham telefon qilsanglar, mana kechasi telefon qilsanglar yoki ko'tarmayapti deb ana qilmanglar, qaytib chiqadi qizlar. Baribir kutinglar. Keyin ma'lumot uchun aytmoqchiman. Ertaga Mardon opam yakshanba kuni ishlaydilar. Ertalab soat 9:30 dan 4:30 gacha ishda bo'ladilar. Skriningga tushishinglar kerak bo'lsa, eringlar bilan vaqtinglar bo'lsa-da, eringlar bilan birga kelishni xohlasanglar yoki tushgansizlar, ko'nglinglar to'lmayotgan bo'lsa, bolada nogironlik qandaydir aniqlansa, shuni tasdiqlash uchun bemalol Mukarram opamlar Mardon opamlarga kelsanglar bo'ladi. Ertaga ishda bo'ladilar. Shunaqa. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Men videolarni qo'yaman.